bitta akamiz yozib yoribdi Amerika haqidagi postlarimdan kommentariy. Bizda oila qadriyatlari bor, Okay, qanaqa oila qadriyatini aytyapsiz? Ayollar terpila bo'lib yashashini aytyapsizmi? Oila qadriyati deb. Amerikada razvodlar ko'p. Da, chunki bular chidab yurmaydi. Bir-biriga to'g'ri kelmayaptimi? Bir-birini qiynab 15 yillab o'zidan jertvani yasab yashamaydi. Kimnidir gapi uchun, oila qadriyati uchun. Qanaqa oila qadriyatini aytyapsiz? O'zbekistonda aksariyat ayollar oila qadriyati bu nima? Ayollarni chidab, terpila bo'lib, hamma narsaga ko'zini yumib kelib, chidab yurishi oilam uchun. Ana o'sha narsani siz oila qadriyati deyapsiz. Nimalar deyapsiz? Oldin gapirayotgan gapingizga tushuning. Mana shunaqa gaplarni faqat erkaklarda eshitasizlar. Bilasizlarmi nimaga? Chunki erkaklarga kerak emas chidab yurish. Erkaklar 2-3 ta xotin qilib oladi, ko'chada yuradi. Ayollar chidab yuradi. Shu oila qadriyati nima teparoqga ko'tariydi. Ajrashish mumkin emas. Ertaga qo'shnim nima deydi, ajrashib ketsam deb chidab yashab yuradi. Mana sizning oila qadriyatingiz nima? Ayollarni chidab kelishi, kimdandir qo'rqib yashashi oila qadriyati siz uchun. O'sha oilalar baxtlimi haqiqatan? Yo'q. Amerikada bu narsaga chidashmaydi. Sevishdan to'xtadimi, ajrashadi. Bolasini kim 50 tarbiyalab yuradi. Hech qanaqa problema, muammo yo'q ularning o'rtasida. O'zini jertva qilib, bir umr yoqmagan insoni bilan yoki sevmaydigan yoki unga ozor beradigan inson bilan chidab yashab kelmaydi ayollar. Tez ajrashib ketadi. Yo'q qiladi unaqa odamni hayotdan. Ana o'shani sizlar oila qadriyati yo'q deysizlar Amerikada. Bu oila qadriyati yo'qligi emas. Bu odam o'zini hurmat qilishi. Ayollar o'zini hurmat qilishi. Unga azob beradigan odam bilan, uni baxtli qilmaydigan odam bilan birga bo'lmasligi, chidab kelmasligi. Mana shu. Oila qadriyati deb boshqa gaplarni tiqmang. Oldin nimaligini siz tushuning bu gapirayotgan gapingizni. Mana men menga xiyonat qilgan insonni kechirmadim. Hech qachon kechirmayman ham. 3 yil turmush bo'lib ajrashib ketdim. Uyalganim ham yo'q ajrashganimdan. Har doim aytib kelaman. Hozir yana erga tegayapman, agar bu odam ham menga to'g'ri kelmasa, undan ham ajrashaman. Men har doim o'zimni baxtimni tanlayman. Ertaga odamlar oila qadriyati mashhurada yo'q ekan deydi deb gapidan qo'rqib yashab yurmayman, chidab yurmayman men bu yerda. Hayot bir marta beriladi. Nima azob chekib yashab yurishim kerak? Kimdir menda oila qadriyati bor yoki yo'qligini menga muhokama qilishidan qo'rqishimdanmi? Bor yo'qolsin o'sha odamlar. Siz ham bor yo'qoling bu gapingiz bilan, oila qadriyatingiz bilan. Ko'tingizga tiqing o'sha oila qadriyatingiz. Agar hayot shunaqa bo'lsa. Mana sizga meni javobim. Bunaqangi gaplar haqiqatan meni yomon jahlimni chiqazadi. Erkaklarga rosa gapirish oson. Erkak bo'lib olib turib, ayolni hech qachon tushunmaysizlar. Ayniqsa o'zbek ayolini, O'zbekistonda yashaydigan ayollarni sizlar hech qachon tushunmaysizlar. Hech qachon. Ayolni mamtida o'tayotgan narsani faqat ayol biladi.